Assalomu alaykum aziz ustozlar. Demak, bugungi darsimizni boshlaymiz. Biz bugun darsda ona tili va adabiyot fanidan yozma ishni baholash mezonlarini ko'rib chiqamiz. Ya'ni esseni Demak, biz bugun esseni qay tartibda yozishimiz kerakligini ko'rib o'tamiz. Qarang, avvalambor biz ballarni ko'rib chiqamiz. 2 ball, 1,5 ball, 1 ball, yarim ball va umuman 0 ball. Biz iloji boricha yuqori ballni olishga harakat qilishimiz kerak. Umumta'lim fanlarini bilish darajasini baholash milliy test tizimi doirasida ona tili va adabiyot fanidan talabgorlarning bilim darajasini aniqlash va sertifikatlash uchun qo'llanadigan test topshiriqlari tarkibidagi yozma ish, ya'ni esse baholash mezoni quyidagi hisoblanadi. Buni birgalikda ko'rib chiqib, sizga tushuntirib o'tamiz. Chunki siz yuqori balli esse yozishingiz uchun bu mezon bilan tanishib chiqishingiz zarur. Qachonki siz mezon bilan yaxshi tanishib chiqsangiz va uni tushunsangiz, siz undagi belgilangan qoidalarga muvofiq tarzda yuqori ball olish uchun harakat qilasiz va yaxshi esse yozasiz. Demak, biz boshladik. Birinchi, esse to'liq publitsistik uslubda yozilgan bo'lsa, 2 ball qo'yiladi yozgan essengizga. Agar ayrim o'rinlarda publitsistik uslubdan chekinilgan bo'lsa, ya'ni yozgan esseda bunga 1,5 ball olasiz. Agar esse qisman publitsistik uslubda yozilgan bo'lsa, 1 ball olasiz. Esse to'liq badiiy uslubda yozilgan bo'lsa, yarim ball olasiz va esse to'liq so'zlash uslubida yozilgan bo'lsa, 0 ball, ya'ni hech qanday ball olmaysiz degani. Vaziyat yuzasidan har ikkala qarash hamda talabgorning shaxsiy qarashlari to'la yoritilgan bo'lsa, 2 ball olasiz. Ya'ni siz to'la ochib berishingiz kerak bo'ladi bunda sizga berilgan mavzuni. Yo'qsa, ya'ni vaziyat yuzasidan har ikkala qarash yoritilgan, ammo talabgorni, ya'ni sizni, mening fikrimcha, qismingiz yoritilmagan bo'lsa, 1,5 ball olasiz. Agar vaziyat yuzasidan qarashlarning bittasi to'la yoritilgan bo'lsa, ya'ni faqat bir tomon fikrlarni to'la yoritib qo'ya qolgan bo'lsangiz, 1 ball olasiz. Vaziyat yuzasidan qarashlarning faqat bittasi qisman yoritilgan bo'lsa, bittasini to'liq ham emas, qisman yoritgan bo'lsangiz, yarim ball olasiz. Vaziyat yuzasidan qarashlar yoritilmagan bo'lsa, tabiiyki 0 ball olasiz. Keyin esa har ikkala qarash dalillar bilan asoslangan bo'lsa, ya'ni sizni shu har bir qarashingizni siz dalillar bilan asoslab, faktlar keltirib bergan bo'lsangiz, esseda siz 2 ballga ega bo'lasiz. Faqat bitta qarash dalillangan bo'lsa, 1,5 ball olasiz. Har ikkala qarash uchun keltirilgan ayrim dalillar vaziyatga mos emas tarzda bo'lsa, esseda 1 ball. Har ikkala qarash uchun keltirilgan dalillar vaziyatga mos emas bo'lsa, ya'ni har ikkala qarash uchun keltirilgan ayrim dalillar degan joyda 1 ball, agar to'liq hamma dalillar vaziyatga mos bo'lmasa, yarim ball. Agarda har ikkala qarash dalillanmagan bo'lsa, tabiiyki 0 ball. Bu bizni topshiriq talablarini bajarganligimiz haqidagi qoidalar edi. Keyin esa matn yaxlitligi, ya'ni nutq kompozitsiyasi, nutqning mantiqiyligi haqidagi qoidalar va unga qo'yiladigan ballar bilan ko'rib tanishib chiqamiz. Kirish, asosiy qism va xulosa to'la yoritib berilgan bo'lsa, 2 ball. Esse qismlaridan faqat ikkitasi to'la yoritilgan bo'lsa, 1,5 ball. Esse qismlaridan ikkitasi yuza yoritilgan bo'lsa, 1 ball. Esse qismlaridan faqat bittasi to'la yoritilgan bo'lsa, yarim ball. Esse qismlaridan
faqat bittasi yuza yoritilgan bo'lsa esa 0 ball qo'yiladi. Keyin mantiqiy qurilish. Matn qismlari yoki gap qurilishida xatolik kuzatilmagan, esse xat boshlariga to'g'ri ajratilgan bo'lsa 2 ball. Ya'ni siz kirish qismini xat boshisini ham to'g'ri qo'ydingiz va tezisni ham alohida xat boshidan yozib to'g'ri qo'ydingiz. Asosiy qismda birinchi tomon qarashlarni ham xat boshidan yozib to'g'ri qo'ydingiz. Asosiy tomonda ikkinchi tomon qarashlarni ham xat boshidan yozib to'g'ri qo'ydingiz va nihoyat uchinchi tomon, ya'ni o'zingizni mening fikrimcha qismingizni ham asosiy qismda to'g'ri xat boshidan yozdingiz va oxirida xulosani ham yangi xat boshidan yozib tugalladingiz. Uning mantiqiy qurilishi ham barchasi o'z o'rnida edi, demak siz 2 ball ola olasiz. Keyin esa mantiqiy qurilish, matn qismlari yoki gap qurilishida yoki esseni xat boshlariga ajratishda 1-2 o'rinda xatolikka yo'l qo'yilgan bo'lsa 1,5 ball olasiz. Mantiqiy qurilish, matn qismlari yoki gap qurilishida yoki esseni xat boshlariga ajratishda 3-4 o'rinda xatolikka yo'l qo'yilgan bo'lsa 1 ball olasiz. Mantiqiy qurilish, matn qismlari yoki gap qurilishida yoki esseni xat boshlariga ajratishda 5-6 o'rinda xatolikka yo'l qo'ygan bo'lsangiz 1,5 ball olasiz. Mantiqiy qurilishda, matn qismlari yoki gap qurilishida 7 va undan ko'p o'rinda xatolikka yo'l qo'yilgan, esse xat boshlariga umuman ajratilmagan bo'lsa, tabiiyki 0 ball olasiz. Demak, hozircha 5 tasini ko'rib chiqdik. Ekran ishlayaptimi? Shuni ko'rib tekshirib olamiz. Demak, ekran ishlayapti. Xo'p, davom etamiz. Mantiqiy, mazmuniy izchillikka to'liq rioya qilingan, fikrlar takrori kuzatilmagan. Bunda siz 2 ballga ega bo'lasiz. Ya'ni biror fikrni takror yozmasangiz, mantiqiy va mazmuniy izchillikka to'la rioya qilsangiz. Agarda fikrlar takror uchragan, 1-2 o'rinda uchragan bo'lsa, mantiqiy mazmuniy izchillik buzilmagan bo'lsa 1,5 ball. Fikrlar takror uchragan 3-4 o'rinda, mantiqiy mazmuniy izchillik buzilgan bo'lsa 1 ball. Fikrlar takrori uchragan 5-6 o'rinda, mantiqiy mazmuniy izchillik buzilgan bo'lsa 1,5 ball. Fikrlar takrori 7 va undan ortiq o'rinda uchraydigan bo'lsa va mantiqiy mazmuniy izchillik buziladigan bo'lsa, tabiiyki 0 ball olasiz. Endi esa savodxonlik, nutqning to'g'riligi. Demak, 7-qoidamiz imlo bilan bog'liq xatolik umuman uchramagan bo'lsa 2 ball olasiz. Agar imlo bilan bog'liq xatolik 1-2 o'rinda uchragan bo'lsa 1,5 ball olasiz. Va imlo bilan bog'liq xatolik 3-4 o'rinda kuzatilgan bo'lsa 1 ball olasiz. Imlo bilan bog'liq xatolik 5-6 o'rinda uchragan bo'lsa 1,5 ball olasiz va imlo bilan bog'liq xatolik 7 va undan ortiq o'rinda uchragan bo'lsa 0 ball olasiz. Mana yuqorida ko'rsatilgan hammasi. 8-qoidamiz punktuatsion xatolik umuman uchramagan bo'lsa, yuqorida turibdi 2 ball olasiz. Mana punktuatsion xatolik 1-2 o'rinda uchragan bo'lsa 1,5 ball olasiz. Punktuatsion xatolik 3-4 o'rinda uchragan bo'lsa 1 ball olasiz. Punktuatsion xatolik 5-6 o'rinda uchragan bo'lsa esa mana yuqorida ko'rsatilgan 1,5 ball olasiz va nihoyat punktuatsion xatolik 7 va undan ortiq o'rinda kuzatilgan bo'lsa 0 ball olasiz. Endi esa til birliklari, uslubiyat, nutqning jo'yaliligi qoidalari bilan tanishamiz. 9-qoidaga keldik. Qo'shimcha qo'llash bilan bog'liq xatolik umuman uchramagan bo'lsa, essengizda marhamat 2 ballga ega bo'lishingiz mumkin. Agar qo'shimcha qo'llash bilan bog'liq xatolik 1-2 o'rinda uchragan bo'lsa 1,5 ball olasiz.
Qo'shimcha qo'llash bilan bog'liq xatolik 3-4 o'rinda uchragan holda sizga 1 ball qo'yiladi. Va qo'shimcha qo'llash bilan bog'liq xatolik 5-6 o'rinda uchraganda siz bunga yarim ball olasiz. Qo'shimcha qo'llash bilan bog'liq xatolik 7 va undan ortiq o'rinda uchragan bo'lsa 0 ball olasiz. Endi esa 10-qoida so'z qo'llash bilan bog'liq uslubiy xatolik kuzatilmagan bo'lsa 2 ball. So'z qo'llash bilan bog'liq uslubiy xatolik 1-2 o'rinda kuzatilsa 1,5 ball. So'z qo'llash bilan bog'liq uslubiy xatolik 3-4 o'rinda kuzatilsa 1 ball. So'z qo'llash bilan bog'liq uslubiy xatolik 5-6 o'rinda kuzatilsa yarim ball. So'z qo'llash bilan bog'liq uslubiy xatolik 7 hamda undan ortiq o'rinda qo'llanilsa 0 ball. Va lug'at boyligi, ya'ni nutqning boyligi, ifodaliligi va sofligi. 11-qoida. Leksik xilma-xillik kuzatilgan tasviriy ifodalar, vaziyatga mos maxsus leksik birliklar va boshqa barqaror birikmalardan unumli foydalanilgan bo'lsa 2 ball. Leksik xilma-xillik kuzatilmagan tasviriy ifodalar, vaziyatga mos maxsus leksik birliklar va boshqa barqaror birikmalar ayrim o'rinlarda foydalanilgan bo'lsa, siz 1,5 ballni qo'lga kiritasiz. Leksik xilma-xillik kuzatilgan tasviriy ifodalar, vaziyatga mos maxsus leksik birlik va boshqa barqaror birikmalardan foydalanilgan ayrim o'rinlarda noo'rin foydalanilgan bo'lsa 1 ball. Leksik xilma-xillik kuzatilmagan tasviriy ifodalar, vaziyatga mos maxsus leksik birliklar va boshqa barqaror birliklardan noo'rin foydalanilgan bo'lsa 0 ball. Leksik xilma-xillik kuzatilmagan tasviriy ifodalar, vaziyatga mos maxsus leksik birliklar va boshqa barqaror birliklardan foydalanilmagan bo'lsa, tabiiyki 0 ball olasiz. Va oxirgi 12-qoidamiz noo'rin qo'llangan shevaga oid so'z yoki qo'shimchalar, vulgarizm, varvarizm, parazit so'zlar uchramaydigan bo'lsa 2 ball. Shevaga oid so'z yoki qo'shimchalar, vulgarizm, varvarizm, parazit so'zlarning qo'llanilishiga oid xatoliklar 1-2 o'rinda uchragan, ammo uslubiy g'alizlik yuzaga kelmagan bo'lsa 1,5 ball. Shevaga oid so'z yoki qo'shimchalar, vulgarizm, varvarizm, parazit so'zlarning qo'llanilishiga oid xatolik 3-4 o'rinda uchragan, uslubiy g'alizlik yuzaga kelgan bo'lsa 1 ball. Shevaga oid so'z yoki qo'shimchalar, vulgarizm, varvarizm, parazit so'zlarning qo'llanilishiga oid xatolik 5-6 o'rinda uchragan, uslubiy g'alizlik yuzaga kelgan bo'lsa yarim ball. Va nihoyat shevaga oid so'z yoki qo'shimcha, vulgarizm, varvarizm, parazit so'zlarning qo'llanishiga oid xatolik 7 va undan ortiq o'rinda bo'lsa, g'alizlik yuzaga kelgan bo'lsa, siz 0 ball olasiz. Demak, biz jami 24 ballni qo'lga kiritamiz agar barcha talablarga, mana shu 12 ta qoidadagi barcha talablarga yuqori darajada javob bera olsak 2 balldan. Buni unutmang. Shunday ekan, esseni xuddi shu tartibda yozishga harakat qiling. Barchaga omad tilayman. Bugungi efirimiz o'z yakuniga yetdi. Xayr, omon bo'ling.